Shu vaqtgacha men 40 kilometr marafonda qatnashmaganman. To'g'ridan-to'g'ri 3 oydan keyin 100 kilometrda Nakton ultra marafonda qatnashdim. Yetkili bana qo'ya. Yakkabog' tumaniga xush kelibsiz. Minglab Do'stim yuguring, oz qoldi. Emotsiyalar bilan tugatdim. Asl maqsadim yugurishdan o'zimni chegaramni bilish va agar men bu musobaqani tugatsam jahonga chiqish edi. Soatsiz yugurish, tezlikni bilmaslik, net soatdan beri men yuguribman. Qorong'uda yoki o'rmonda deyish boshqa. Kilometr bosdim. Mana 15. Balandligi 800 metr bo'lgan tog'da tuman bir o'zim yugurib chiqib ketyapman.